Nexia o'tdi. Mana 28-mart kuni men olmuş tezlikdan oshmaydi. Bu janavar Nexia'cham mana olmuş tezlikdan oshmaydi. Mana fuqarolik ichki ishlar bo'yicha men sudga keldim. Sudda murojaat qoldirdim. Bari ongsizlar o'tiribdi. Xalq uchun bir tiyin foydasi yo'q. Mana men 28-kuni Zayniddinov Sunnatullo Nazarovichdan Shohnazarovichdan men o'zimga generalniy доверенность oldim. Hamrev azim generalniy доверенность oldim. Va xotinimga garovga qo'yib pul olib chiqdim men. 30 million pulni 62 million so'm qilib to'layman. Mana grafigi. Grafigi mana. Mana tagigacha yozilgan mana. 65 million 100 ming so'm qilib to'layman mana. 2000 mana so'rogi. 28-yilgacha mana. Mana har oy to'lov mana 2,5 2 million 700 mana 2 million 400 2,5 mana shunga ketaveradi. Mana bu yerda o'tirgan g'uddaymalar kissasidan pul chiqmaydi-da bularni. Uylamaydi bu krediti bormi? Buni bir xalq ham yashasin, buni bir xalqda ham bir uylash kerak-ku, oddiy misol. Bu mashinam bechora har kun buzilsa, sharoiti ana bo'lsa prezident qayerga qarayapti? Prezident ko'rsinlar nima emish? Men generalniy доверенность olganimga arza topshirish, arzani yozib keling dedi. 30 mingga arza yozib keldim borib advokatga borib. 300 mingga advokatga borib arzani yozib keldim. Qanday biz O'zbekistonga rivojlanamiz? O'zbekiston gullab yashnaydi. Mamlakatlar o'tirsa qanday gullab yashnaydi O'zbekiston? Mana men ana shunda o'tiribman, nima emish? Mana bitta javob xatini ham oldim. Mana yozganman mana. Bitta javob xatini ham oldim men. Nima emish? Mashina olmuş tezlikdan oshmagan. Men balonni razmeri 6 tezlik allabdi. Hay bo'lgan narsa bo'pti. 190 ming shtraf kelibdi menda. 375 ming shtraf kelgan menda. Nogironlarim bor. Nogiron otam bor. Onam operatsiyadan chiqdi. Bitta mashin bilan taksinikitidan nima qilib bo'ladi? Ana bu yerga o'tirganlar uy, dacha, mashin pul qilyapti. Bir xalqda ham uylash kerak-ki, bu kamerasiga tuylaylikmi, mashinga shtrafiga xarajat qilaylikmi, qaysi birini qilaylik? Prezident qayerga qarayapti? Ko'rsin prezident, mana adolatli qo'yamiz, mana xalqimiz uchun bunday bo'ladi, adolatli ishlaydi. Bu yerga kelgandan keyin kamaytirib ber, hech bo'lmasa bir 90 ming desa foydasi yo'q deydi. Siz mana bu bilan arza topshira olmaysiz deydi. Mana bu generalning bilan. Dalbayob generalning bilan arza topshira olmasam, nima uchun menga notarz 1 million so'm pulimni olmanda generalniy доверенность qilib berdi? Bu notarz qilib bergan narsani sen olmaysanmi? Ko'rsin buni prezident. Prezidentgacha yetib borsin. Ko'rsin xalqi qanday yashayapti mana. Go'sht yemayman men umuman. Yemayman go'sht. Esimdan chiqaraverganman. Ana 65 million shtraf bo'lgandan keyin. Ko'rsin mana O'zbekiston qandayligini. Bu yerga kelib barisi aqlli, o'tira oladi, bari aqlli. Olasan-da oylikda 10 millionlab. Men 100 ming pul uchun ittalardan kechgacha ish qilyapman. Qo'pol qilib aytsam baklashga terib itta azobini yeb kun ko'ryapman men. Senlar bilmaysan-da, o'tira olib, bera g'o'ddayma qilib, aqlli bo'lishni hamma ham biladi, o'tira olib. Senlarga olib ko'rasan, senlarga ham Xudoning boqqan kuni bordir. O'zbekiston kelajagi buyuk emish. O'zbekistonning kelajagi buyuk bo'lish uchun mana adolatli bir qonunparvar bir xalq kiyimiga qarab ish qilish kerak. O'zlarining odami bo'lsa shappa udalik qiladi, 10 millionlab shtraf, 20 millionlab shtrafdi. Lekin bitta oddiy xalq bechora 190 ming so'm dig'illab kelsa, pisang'igisi kelmaydi kiyimiga qarab. Chunki ular poraxo'rlar, chunki olib boradi-da yaxshi stolovlarga, yaxshi pullar. Mendan hech bola yo'q-da, nadoj yo'q-da. Ko'ring Shavkat Miramonovich. Anaqa xalqimiz yashayapti. O'zbekiston tengdir O'zbekistonga.